Bugungi kunda sportning dzyudo turi bo'yicha Buxoro viloyati ham o'zining alohida maktabiga ega. Xususan, Farhod To'rayev, Rishod Sobirov, Ramziddin Saidov kabi polvonlarimizning xalqaro arenalarda erishgan yutuqlari bilan bugun barchamiz haqli ravishda faxrlanamiz. Bugun ularning ortidan ergashib, sport olamiga kirib kelayotgan yoshlar ham talaygina. Ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida viloyatda yana bir zamonaviy dzyudo zali foydalanishga topshirildi. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarni sportga keng jalb etish, ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkillashtirish hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday tashabbuslar doirasida Buxoro shahar 2-son sport maktabi hududida barpo etilgan zamonaviy dzyudo sport zalining tantanali ochilishi bo'lib o'tdi. Mazkur sport inshooti 1 milliard 850 million so'm mablag' evaziga bunyod etilib, yoshlarimiz uchun barcha zamonaviy talablar hamda xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan sharoitlar bilan ta'minlandi. Endilikda hudud yoshlari bu joyda dzyudo sporti bilan shug'ullanib, xalqaro me'yorlar asosida tayyorgarlikdan o'tishlari mumkin. 23 yildan buyon dzyudo sport turidan murabbiylik qilib kelaman. Albatta oldinlari ilgarilab bunaqa sharoitlar bo'lmagan, sportga e'tibor yoki bo'lmasa bunaqa zallar oldinlari bo'lmagan. Mana yildan yilga sportimizga e'tibori natijasida mana shunday yangi zallar qurilyapti. Prezidentimiz sportga qattiq e'tibor qaratyaptilar. Yangi zal degani bu yangi o'quvchilar, yangi natijalar degani. Men o'ylaymanki, mana shu zaldan xudo xolasa kelajakda O'zbekiston bayrog'ini yuqori ko'taradigan, olimpiyadani zabt etadigan sportchilar yetishib chiqadi. Bugungacha erishilgan yutuqlar shuni ko'rsatadiki, sportchilar shijoat bilan g'alabalarga erishishmoqda. Foydalanishga topshirilgan ushbu zamonaviy sport majmuasidagi qulay sharoitlar esa yanada katta imkoniyatlar eshigini ochadi.